Kechagina O'zbekistonga qaytib keldik. Koreyada dadam menga savol bergan edilar. O'zbekistonga qaytib, endi men dadamga savol beraman. Dada, savol bersam maylimi? Mayli, bemalol qizim. Nimaga boshqa davlatlarda bo'lganimizda, sayohatga, ta'tilga chiqqanimizda qimmat-qimmat joylarga olib borasiz, ko'p pul sarflaysiz. Aha. Oyim esa ko'p pul sarflamang, ekonom qiling desalar, siz yo'q deysiz. O'zbekistonda kelganda teskarisini qilasiz. Masalan, oyim bolalarni taksiga pul bering desalar, yo'q, avtobusda borsin deysiz. Nima uchun? Yaxshi joydan ushladingizda qizim. Qarang, siz chet elga borganingizda u sharoitlar, u nuqtada meni hayotimda mehmon bo'lasiz. Men sizni mehmon qilaman u hayotda. Keyin O'zbekistonga qaytib kelganingizdan keyin siz yana birinchi nuqtaga kelib tushasiz. U nuqta meni nuqtam u. U hayotni ko'rsatamanda, keyin o'zingizni boshlanish hayotingizni. Ana shunda siz farq sezasizda, qayerga qarab intilish kerakligini tushunib olasiz. Shunga qarab oldingizda maqsad paydo bo'ladi. Bu hayot yoqmasa, значит harakat qilish kerak degan maqsadda. Niyatim shu qizim, yomon maqsadim yo'q meni. Shunaqa.